Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, kun xayrli bo'lsin barchangizga. Biz Toshkent viloyatining go'zal Parkent tumanidagi Zarkent qishlog'idamiz. Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Mana Azima opa ta'kidlab o'tgandek, biz bugun juda ham chiroyli manzarada ko'rib bo'lishingiz mumkin. Tog'li manzarada ertalabdan boshlangan mana shu 4-bor o'tkazilayotgan uzum saylamiz. Davlatimiz rahbar tashabbusi bilan har yili an'anaviy ravishda Parkentda uzum sayli o'tkaziladi. Bu shunchaki mahalliy tadbir emas, bu bugun xalqaro darajadagi yirik bayramga aylanib ketdi. Albatta mana shu uzum sayliga ushbu yili 30 dan ortiq davlatdan mehmonlar keladi. Bu esa bizning yurtimizga, biz uchun katta bir faxr deya ayta olamiz. To'ppa-to'g'ri aytingiz, bu yil ayniqsa har yil o'tkaziladi bu tadbir. Bu yil uning ko'lami oshgan, uning nufuzi oshgan, uning masshtabi kengaygan. Bu yil 30 dan ziyod davlatdan dedik. Serbiya, Turkiya, Rossiya, Qozog'iston, Ozarbayjon kabi ko'plab davlatlardan sohaning xalqaro ekspertlari jam bo'lishgan. Aynan qishloq xo'jaligi sohasining vakillari, Italiyadan hatto xalqaro mehmonlar kelishgan. Bu albatta mamlakatning turistik salohiyatini namoyish etish bilan bir qatorda O'zbekistonda yetishtirilayotgan bog'dorchilik mahsulotlari, ayniqsa uzumchilik mahsulotlarini dunyo bozoriga, jahon bozoriga olib chiqish imkoniyatini beradi. Endi shu yerda bir savol tug'iladi, Azima opa, mana shuncha uzum sayli haqida gapiryapmiz. Nega aynan har yili Toshkent viloyati mana shu Zarkent qishlog'ida o'tkaziladi? Nima deb o'ylaysiz? To'ppa-to'g'ri aytingiz, nimaga aynan Parkentda o'tkaziladi bu sayl? Birinchidan, Parkent tumani o'zining iqlimi bilan, go'zal tabiati bilan, ob-havosi bilan sayyohlarni jalb etish bilan bir qatorda juda katta uzumchilik borasida tajribaga ega, bog'dorchilik mahsulotlarini yetkazish borasida juda katta maktabga ega. Tasavvur qiling, Dilnoza, O'zbekistonda umuman mamlakatimizda 28 xil navdagi uzum yetishtiriladi va shuning aynan 13 ta navi Toshkent viloyatida yetishtirilar ekan. Aynan Toshkent viloyatining Parkent tumanida yetishtirilar ekan. Toshkent viloyatini yerini unumdorligi ham bu bog'dorchilikda, uzumni yetishtirishda juda ham bir katta ahamiyatga ega. Aynan har yili mana shu joyda 13 gektar uzum yetishtirilayotgan bo'lsa, bu yilga kelib bu sonimiz ko'paygan va 19 gektarga yetgan. Undan tashqari bu yil ilk bora avatar, ya'ni danaksiz navi ham bu yerda yetishtirilib, u o'zini serhosilligi va katta suvli bo'lishi bilan birgalikda ajralib turib, bu eksportni ham kuchaytirishda katta o'rinni bir egallaydi desak xato bo'lmaydi. To'g'ri aytingiz Dilnoza, haqiqatan ham davlatimiz rahbar qishloq xo'jaligi sohasiga qaratilayotgan e'tibor sabab bugun bu sohada ham juda katta yangi ilmiy izlanishlar olib borilyapti. Aynan masalan 13 ming gektar yerda uzum yetishtiriladi Parkentda. Uning ko'plab turlari yangi texnologiyalar asosida, sug'orish texnologiyalari asosida amalga oshiriladi va mana ko'rib turibsiz, bu yerda atmosfera juda ham chiroyli. Kishmish, avatar, rizamat uzumlari, Husayni uzumlari, rizamat uzumi bu yerda juda ham mashhur. Nimaga? Chunki 15 yillik tajribaga ega bo'lgan, o'sha juda katta salohiyatga ega bo'lgan Rizamat ota Musa Muhammedovning bu yerda maktabi bor va yillar davomida mana shu maktab dunyo bozoriga chiqib kelyapti. Bugun dunyoning 40 ga yaqin davlatlarga Parkent uzumlari mashhur, ma'lum mashhur va hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Va ushbu uzum saylini tashkil etishdan ko'zlangan maqsad ham shu. Xalqaro hamkorlarni yanada kengaytirish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni ko'rsatish va sayyohlarni jalb etish va aynan O'zbekistonning uzumchilik borasidagi salohiyatini keng namoyish etish. Albatta, to'g'ri aytasiz. Mana hozir teleoperatorimiz ham teletomoshabinlarga kadrlar orqali, tasvirlar orqali yetkazib beryapti. Bu uzumlarni ko'rib, bu yerdagi atmosferani, chiroyli manzaralarni ko'rib, odamlarni dili yayraydi. Mana shunday tinch, osuda yurtda yashayotganidan, mana shunday chiroyli sayrlarda ishtirok qilayotganidan shukronalari ko'p. To'ppa-to'g'ri, faqat uzum mahsulotlarini uchratmaysiz. Bu yerga kelishning o'zi kifoya. Bu yerda bog'dorchilik mahsulotlari, poliz mahsulotlari, mana dehqonchilik mahsulotlari, hamma narsani uchratasiz va
Bir so'z bilan aytganda Toshkent viloyatining imkoniyatlari, iqtisodiy imkoniyatlari, salohiyati bu yerda namoyon bo'lyapti. Va suhbatdoshim bor, Oqqo'rg'on tumani hokimi o'rinbosari Fotima opa. Assalomu alaykum Fotima opa. Bayram muborak bo'lsin. Bayram deya olamiz bugun. Albatta, bugun nafaqat katta bayram, balki bugun katta shodiyona. Buning sababchisi bo'lmish, albatta, Parkent tumanidagi joylashgan tumandagi bitta tumanning o'zidagi uzum sayli tadbiri bo'lyapti. Uzum sayli tadbiri nafaqat bu yerda tuman shaharlarni birlashtirish, viloyatlarni birlashtirish, balki chet el hamkorlarini ham jalb qilgan holda bizning O'zbekistonimizdagi nafaqat tinchlik bilan birgalikda yetishtirayotgan nafaqat uzumlar, balki hunarmandchiligimizni ham keng ko'lamni ko'rsatib bila olish, hamkorliklarni yo'lga qo'yish. Shu bilan birgalikda investorlarni jalb qilgan holda albatta judayam O'zbekistonimiz yana yuzini yorqin qilish, O'zbekistonni butun dunyoga tanitish bilan birgalikda o'zini alohida kashf etmoqda. Albatta uzum sayli tadbirida nafaqat har xil turdagi uzumlarni yetishtirayotganimizni ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda kelayotgan mehmonlarning yuzlaridagi tabassum, yuzlaridagi shijoatni, shukronalik hissini ko'rib biz shu narsani bilamizki, Parkent tumani uzum yetishtirishda eng oldi tumanlardan biri hisoblanadi va biz bu yerda ishtirok etayotgan har bir fuqarolarning yuzidagi tabassumlarni ko'rib o'zimiz ham mamnun bo'lib kelyapmiz va Oqqo'rg'on tumani shu yerda qatnashayotganlik bilan birgalikda juda ham mamnunmiz va juda ham xursandmiz. Bu yerda turli pavilyonlar bor. Har bitta viloyat o'zining fermer xo'jaliklari, tadbirkorlari bu yerda o'zining pavilyonlar bilan ishtirok etyapti. Lekin eng katta o'rin baribir Toshkent viloyatining tuman va shaharlariga berilgan. Oqqo'rg'onning pavilyoni ham juda ham chiroyli. Rahmat. Oqqo'rg'on pavilyonida ham biz o'zimiz sermillat bo'lganimiz uchun o'z millatlarimizni an'analarini ko'rsatib olmoqchimiz. Ya'ni hozir jarayonlar bo'lib o'tmoqda, tarbiya jarayonlari va albatta o'sha uzum sayliga hammalarni kutib qolamiz. Oqqo'rg'on tumaniga xush kelibsizlar. Rahmat Fotima opa, ishlaringizga omad. Biz endi boshladik. Biz yana kelamiz va aytishimiz kerak, Dilnoza kuni kecha davlatimiz rahbari Xorazmda tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdilar. Ular uchun juda katta yengilliklar, yangiliklar, preferensiyalarni taqdim etdilar va aytish kerakki, uzum yetishtirish va uni qayta ishlash ham tadbirkorlikning bir turi hisoblanadi. Albatta bugun tadbirkorlar uchun mana shu soha bilan bog'liq holda ham ko'plab imtiyozlar va ular uchun beriladigan imtiyozlar, imkoniyatlar juda ham ko'p va sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimizni agar hozir biz siz bilan aytib turadigan bo'lsak, bizda vaqt yetmaydi, lekin biz bugun O'zbekiston 24 telekanali orqali jonli efirlarimizda va kechki dasturlarimiz orqali sizga to'liq ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. To'ppa-to'g'ri, festival doirasida bu yerda juda katta ilmiy konferensiya bo'ladi, folklor jamoalarining chiqishi, milliy kuy-qo'shiqlar bo'ladi va eng muhimi sayldagi o'sha saylga kelgan xorijlik sayyohlarning emotsiyalarini sizga yetkazishga harakat qilamiz keyingi dasturlarimiz orqali.